O'zbekistonda bunaqa joylar umuman ko'rishga iloji yo'q, to'g'risi. Ko'rsatmaydi-yu bunaqa narsalarni. Bilmadim, balki endi ochilgan bo'lishi mumkin. Biz anchadan beri Koreyada yashayapmiz, lekin bunaqa joylar ko'rish juda ham qiyin O'zbekistonda. Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan Janubiy Koreya va Shimoliy Koreya urushiga bag'ishlangan muzeyga keldik. Bu Seulda markazda joylashgan, Itaewon degan joyda joylashgan. Bu joy o'sha Shimoliy Koreya va Janubiy Koreya o'rtasida bo'lib o'tgan urushga bag'ishlangan muzey hisoblanadi. Bu joyda nimalar bor desalaring, o'sha urush paytida foydalanilgan qurol aslahalar, tanklar ham bor, samolyotlar ham bor, hatto kemalarda ham hammasini mana shu yerga joylab qo'ygan. Hozir hammasini birma-bir aylantirib ko'rsatishga harakat qilaman. Mana bu joy o'sha paytda Koreyaga urushda yordam bergan davlatlarning bayroqlari. 16 tami shunaqa davlatlar yordam bergan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti davlatlari, ya'ni Birlashgan Millatlar Tashkilotiga a'zo davlatlar Janubiy Koreyaga yordam bergan o'sha paytda urushda. O'tar akamiz bir marta keldi. O'shini ayting, Itaewonda. O'zim ham meni ishxonam ham Itaewonda. Mana shu joyda deyarli 4 yilmi 5 yildan beri ishlayman. Bu joyga endi birinchi marta kelib ko'rishim. Aniqrog'i bu muzey bilan tashqarisini aylanadigan joyi bor. Tashqarisini aylanib ko'rganman, lekin muzeyga birinchi marta kelib ko'rishim. Bunaqa katta deb o'ylamagandim. NATO bo'lganmi oldin Koreya? Ya NATOga a'zo bo'lmagan, lekin o'sha paytda yordam bergan faqat. Shu yordam berganlarga bez viza qilib qo'ygan. Ha. Turkiya ham bez viza, ya shuncha. Rostdan O'zbekistonga yordam bermagan. U paytda SSR bo'lganda, lekin chunki O'zbekistonga o'zi yordam kerak. Ya, u paytda aka O'zbekiston qarshi tarafda urushgan. Ya, unasiz Rossiya ham. Yo'q, chunki u Rossiya Pukan shimoliy tarafda bo'lgan-ku. O'zbekiston qarshi tarafda urushgan u paytda. Bu unda Vatikan pul to'lanmas ekan shekilli, menimcha. Hop. ichkarida tanklar bor ekan. Ha, aytdim. Başka samolyot, tanklar hammasi shu urush paytida foydalangan ekan-da. Buni qaysidir yosh bolaga bergan ekan bu tank. Ya pastdan lekin kichkina ko'rinyapti, lekin shu katta bo'lsa, tushsa bo'larmikin pastga? Bir minut ko'raman. Ha, bo'ladi. Davay. Wow, lekin вообще chiroyli. Zo'r joyga keldi, bor. Xuddi hali военный bazaga kelib qolganga o'xshayapti. O'zi hidi ham xuddi shunaqa. Ketdik pastga choylachi. Haqiqiy. Meta ismlari yozib berilgan ekan. F51D Mustang. Og'irligi 5262 kilogramm ekan. Lekin bir tankni bunaqa yaqindan birinchi marta ko'rishim bor, lekin haqiqiy emas deydi. Ya, haqiqiy bu lekin. Bu maksat qiladi. Bu men o'qidim, bunaqada o'sha urushda haqiqiy ishlatilgan tanklar ekan, qo'yib qo'yilgan. Просто mana nima qilingan. Ha, ozgina kraska u qilingan, lekin o'sha paytda ishlatilgan hamma narsasi. Tepada samolyotlarni qarang. Aytdim, aytdim bitta. Mana shu rakurs. Qanot tanki bu? Balonni o'zi yarim ekan-a? Meta yozib qo'yibdi. Nima ekan? Bu suvda ham suzadigan anaqa ekan, chanqabcha ekan. BTR deydimi o'zbekchasiga? Lekin ko'rinishi 13 tonna ekan, ko'rinishdan ko'ra ashyo og'irga o'chadi. Suvda shunaqa suzish uchun yengilroq qilingan ishlab chiqarilgan ekan menimcha.
internet orqali. Ya, kattaligini qarang buni. Narimmanli temur. Shuni. Yerda yuradigan Yo, bu aka bunaqa otmaydi-da, tankga o'xshab o'q otmaydi. Bunaqa avtomat otadi, pulemyot otar ekan, lekin odam topishsa. anaqa odam toshishga asosan. Suv, masalan, kemani ichida yurar ekanda, kema qirg'oqligicha chiqolmaydi-yu, u suvdan suzar ekanda. Suv ichidan chiqib. Ana. Asha qirg'oqqacha bora olmaydi-yu kema. Ashuna hisobiga u o'sha kema to'xtagan joyda ag'iga bugunga chiqib tushar ekanda. Harbiy samolyot ichini ham maketidan qurib qo'yishgan ekan. Bu yerda haqiqiy o'qlari ham bor ekan, qarang. Wow. Wow. Biz bu joyga ancha kechroq kelibmiz. O'sha 5:30da ko'rish vaqti tugar ekan bu joyda. Hozir e'lon qilyapti naqada. Endi bunaqa bu joydan chiqiladi. Ozgina ko'rsatishga harakat qilib, bu joydan chiqamiz. Tashqarisini ko'rsatishga harakat qilaman. Mana bu o'sha paytda prezidentlarni mashinasi ekan. Cadillac ekan, ha? Manimcha Katta bolalar mashinasi. Gentra oldin shunaqa bo'lgan. Voy, Gentra yetolmaydi baribir. Menimcha aylanadigan asosiy joy shu joy shekilli. Menimcha boshqa joy ko'rinmayapti. Boshqalar ham kelarkan. Bu asli Koreyani Koreo davrida urush ekan. Zo'r qilib qo'ygan-a, realni qilaman aka. Xuddi dengiz hukmdoridagi kema-yu. Mana. Biz kanishni hangu bu. Kino qo'yib beradi. Qizig'i yo'q ekan. Qanday Eta to'rt otadigan joylari ham bor ekan. Nima deydi masalan? O'zbekchasiga. Pushka deydimi? Endi o'zbekchasidan pushka deb o'ta bo'lganmiz biz. Pulemyot ekanmi? Siz aytyapsiz, lekin Koreya yomon qiyin mustaqillikka erishgan deysiz. Bizda prosta tariximizni o'rgansiz, bizda ham mana shunaqa bo'lgan menimcha deb o'ylayman. O'ta qiyin bo'lgan. Prosta bizda tariximizni bilmaymiz-da. Koreyaga kelib, Koreyan tarixini o'rganyapmiz. Lekin o'zimiz tarixini o'rgansak, menimcha o'sha Koreyanikidan qolishmasa kerak. Lekin biz uni siz kinolarda ko'rib shuna o'ylayapsiz-da. Bizda lekin kinolar chiqarishga ruxsat bermaydi-yu. Menimcha biznikini mana shu haqiqiy kinolarda shunaqa qilib ishlasa qolishmasa kerak deb o'ylayman. Biz ham ko'p narsani kinodan bilganmiz-da, bunday olib qarang. Shunaqa. Keyin kelib farislardan so'rab, gaplashib, boshqa bo'lib. Chunki mustamlaka baribir qaysi davlat bo'lsa ham bir xil-da. Itday xor bo'ladi-da. Qana avtomat ekan-a? Pulemyot. Kishi ekan, lekin yomon og'ir bo'lsa kerak. Xonani oqtaradi, avtomatlari bor xona. O, miltiqda qarang qanaqa. Voyaga qora degidek. Kagoparmi? Tvorческийda. Nima edi u o'zbekchasiga? Nima deyiladi? San'at tomonlama deydi. Maket yasab qo'ygan, qancha o'yli qilib. Bu yoshi Koreya Cheguk nima degani o'zbekchasiga? Shuna joyda bitta translate qilib olishdi. Bu yoshi Koreya imperiyasi kiyimniki ham shu payt askarlar kiyimniki. Batga odamlar qiziqtiradigan narsasi bu narsalarni hammasi haqiqiyligiga ham qiziqtiradi odamlar. Buni ko'rib tarixni unaqa ko'z oldingizga keltira olasizda. Vau, branjletlar qarang. Qattiq ekan bu. Fransiyaniki ekan bu. Bu kaskan o'zi 3-4 kilo bo'lsa kerak menimcha. Siz zarilmikin narsa qilib yurishni? 4 klass bosib qo'yamiz.
yuklab kelishgan. O'g'irligini qani. Mashinadek katta temirni ichidan qanchacha top chiqar ekan-da, qarang. Top chiqar ekan. Topda. Top deyiladi rostdan, topi. Top deyiladi mashina rostdan o'zbekchasiga. Top deyiladi. He. Kema tesi 2 bo'libdi. Teshadi lekin. Umid qarang. Wow. Suvli uxlamasmi? Вообще chiroyli qilib qo'ygan ekan, qarang. Qalani chiroyli qilib o'xshatib qo'yish. Faqat bu paytda bo'yi mashinchalik bo'lgan bo'lsa kerak menimcha. O'sha teshiklardan odam qaraydigan teshiklar ekanda. Keyin yana men bitta narsani nima qilgan edim? Mana qarangda, buni ham prosta detayllargacha ishlab berishgan ekan. Bu joyda masalan uchun odamlar bitta unaqa qo'yib, shot qo'yib kelishadi-yu. Bitta unaqa quyishar ekan. Qo'rg'oshin deydimi? Quyadigan teshik ekan. Bitta o'qotadigan, uzoq o'tadigan. Ha, meni pastga qilib qo'ygan. Buni pastga qilib qo'ygan, qarang. Bunda uzoq o'qotadigan ekan. Mana bunisi yaqinroqda odamga o'qotadigan ekan. Qarang, detayllargacha qarab, chiroyli qilib ishlab bergan, qarang. O'sha bu joyga kelinadigan bo'lsa, o'sha vaqtda bemalolroq qilib kelish kerak ekan. Bu joyda ko'radigan narsalar juda ham ko'p, ham juda ham keng. Bunchalik deb tasavvur qilmagan edim. Biz shu muzey eshik bekilishidan 1 soat oldin kelgan edik. O'sha ketadigan vaqt bo'lib qoldi. Tezroq bu joydan chiqib ketish kerak ekan. Qanaqa muzey bo'lsa ham bepul, qarang. O'sha narsaga ham qo'ya qo'yishimiz kerak. Bunga yana qancha rasxod qilinadi? Yana albatta tozaligiga, boshqa narsalariga ham Svet pullari deb qo'ygan. svet pullari rostdan ham-da. Hamma narsa tekin. Endi bu O'zbekistonda bo'lsa nima bo'lardi? Kirish necha pul bo'lardi keyin-da? To'ladan mepul deb qo'ygan. To'ladan mepul bo'lsin. Qanday kirish tekin, ham yo'q tekin. Hamma kirib chiqib yuribdi. Bu nimani hisobiga qanday o'zini qoplaydi degan savol. Menimcha o'sha davlat tarafidan bu moliyalashtirilsa kerak-da. Chunki o'sha o'quvchilar tarixni bilsin deb. Men karslardan eshitdim, bunaqa muzeylarga maktab paytida kelish majburiy ekan. Xohlamasdan ham kelib ketish kerak ekan. Bu joy o'shanaqa shunga o'xshagan muzeylarga kelib, tarixni o'rganib, o'rgangan narsalaringizni o'sha yozish vazifa berar ekan. Shu vazifani qilish kerak, shart ekan. Chunki har bitta o'quvchi kelib ketarkan shunaqa joylarga. Ko'radigan narsamiz, mana chang bo'lishi, mashinaku mashinani artmasin, yurmasin mayli. Lekin ishchi ishlatsa, Ishchi ham bir 20-30 ta odam ishlasa kerak menimcha. Hamma narsa rostdan ham xalq uchun-da, Koreyada. Tarixini bilishi uchun. Bu narsa o'ta kerak deymiz. To'g'ri ekan, lekin tashqarisini men ko'rgan edim, tashqarisi ham zo'r, lekin bu joydan qolishmaydi. Wow. Ya ichkariga sig'magan anaqalar, raketalar ham tashqariga qo'yib qo'ygan ekanda. Mana bu naql otilar ekanda, ha? Tar. Ikki tirab olibdi. Ha. Tar. Bu asha menimcha samolyot uradigan naqalar shekilli. Bu ham yelkasiga qoqib qo'yadi-da. Bitta. Top yema. Eng qizig'im ikki o'tirib ko'rsam bo'lar ekan, qarang. Ha, bu o'tirib turibdi. Ikki o'tirasizda. O'ng tarafga 8 ta qo'yib ol. Chap tarafga 4 ta. Sayed. To'g'ri otdi. Ha. Naqada uchib yurganda ko'rsiz, вообще kichkina ko'rinadi. Qiruvchi samolyotlar lekin. Bunchalik katta deb o'ylamang. Ya bu haligi, ketadi vertolyot, bilsalaring. Rostdan ham bor ekan. U вообще sinib ketmasmikin, ha? O'q tegsa teshiladi-yu. Va endi bas shekilli menimcha bu. Faqat odam tashiydigan bo'lsa kerak. Yo, hali. Ha. Hozir dronlar ishini qilganda, o'sha payt hali Vichipak qilib. Razvedkachi bo'lgan. Ha, razvedkachi deydimi? Mana u odam tashigan ekan. Bu odam tashigan ekan.
Wow. Qalatini uzunligini qarang, bunaqa parragini. Sharada qilib tashlasa kerak. Oldiga bitta. Давай, Yo'q bunda. Biznes keldi. Bu ana boshqa tezi bo'lsa kerak-da. Eng seriyoz bo'lsa ham mana shu bo'lsa kerak. Wow. Vay, ochilganda lekin вообще yomon bo'lar deb olib. Sevalar. Chilorini qarang. O'zbekistonda bunaqa joylar umuman ko'rishni iloji yo'q-a, to'g'risi. Ko'rsatmaydi-yu bunaqa narsalarni. Bilmadim, balki endi ochilgan bo'lishi mumkin. Biz anchadan beri Koreyada yashayapmiz, lekin bunaqa joylar ko'rish juda ham qiyin O'zbekistonda. Ana bu terni ichiga chiqsa bo'lar ekan. To'g'ri. Buni samolyotlarni ichini ochib qo'ymagan ekan-a? Ichini bunday ko'rib. Yo'qonetda bor ekan lekin ichiga chiqadigan. U faqat menimcha eshigining tagigacha chiqsa bo'ladi xolos. Bular menimcha yangi qo'yilibdi. Men kelganimda bular yo'q edi, bor. Wow. Tamomcha. Biz o'tirib ko'ramiz. Meni ko'ringchi uni. Borib. Yo'q, meni ko'ramiz. Wow, вообще to'g'ri ekan. Yo'q, ko'radigan joyi вообще kichkina ekan, ey? Qo'ymasin debdi. Wow. Oy, shit. Kattarog'i ham bor ekanmi? Yo'q, oldilarigacha chiqsa bo'lar ekanmi? Qani, karliselichi? Вообще ekanligi bor. Bizda rollari ham bor. Eng qiziq bosadigan tugmalari ham bor ekan, otadigan. Mana bu BTR boshqaradigan joy ekan. Roll qismi. Lekin ichkarisi вообще tor. Wow. Shu bitta pedallari ham bor. Gaz torimiz. Lekin aynadek juda ham kichkina ko'radigan. Lekin 180 gradus hamma narsa ko'rinib turar ekan. Ko'rinadigan narsa. Wow. Samolyotlarga ham bir chiqib ko'rgim bor edi, lekin samolyotlarni ochib qo'ymagan ekan. Ya, kimning? Bu tarafta Vayni kema ham bor ekan. Mana do'stlar, Koreya urushiga bag'ishlangan muzeyga bo'lgan sayohatimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bu muzey haqida qisqacha xulosa qiladigan bo'lsam, rostdan ham kelib ko'rsa bo'ladigan muzey ekan, juda ham zo'r. Vaqtni bemalol qilib kelish kerak ekan. Bundan oldin aytib o'tdim, biz rosa ham tig'iz vaqtda kelganimiz uchun ko'p narsalarni menimcha ko'rolmadik ham shekilli. Muzeyda eshik yopildi. Tashqarisida lekin xohlagan paytingizda kelib ko'rsangiz bo'ladi. Ichkarisida ko'p narsalar qolib ketdi, biz ko'rolmagan narsalar. Agar bemalol kelib aylanmoqchi bo'lsangiz, kechqurun 6 gacha ishlar ekan. 6 dan oldin bemalol vaqtni bemalol qilib kelgan yaxshi ekan. Keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolamiz. Salomat bo'ling.